Mana shunaqa qilib bitta ploshitni o'zida Sultonahmet masjidi qabrlariga kirib chiqdik va shu ploshitni o'zida bu yerda ko'rinib turgan katta Aya Sofiya masjidi ham bor ekan. Keyingi videolar shu Aya Sofiya videolari bo'ladi. Kuzatib boringlar. Hammaga rahmat. Aya Sofiya masjidi. Bu Aya Sofiya maqbarasi Istanbulga musulmon dini kirib kelmasdan, Fatih Mehmet bosib olmasdan oldin qurilgan ekan. Bu shu xristianlarning cherkovi sifatida foydalanilgan ekan. Juda ham bu ham bahaybat. Juda ham ko'rkam bino. Hayron qoladigan darajada. Juda ham katta bino ekan. Hozirgi kunda bu rekonstruksiya bo'lyapti ekan, lekin kirish bor. Bir chegasidan kirgizadi degan ma'lumotni aytishdi. Borib kirib ko'ramiz. Kirish shu yerdan ekan. Namoz o'qiysanmi deb so'rayapti. Namoz o'qiyman desa keyin kirgizyapti. Nasib qilsa 2 rakat namoz o'qib chiqamiz. Aya Sofiya masjidi ham juda ham bahaybat. Endi bu 6-7 asrlarda qurilgan deyapti. Juda uzoq muddat bo'lgani bilan hech nima o'zgarmagan. Hamma o'z joyida. Juda bahaybat ekan bu. Odamlar uchib turib kirishyapti. Zot qo'llar bilan shunaqa katta narsalarni shu payt kam texnologiyasiz qilganlari o'zi bir mo'jiza. Bu yerdan kirish. Bu yerdan kirish. Shu yerdan kiramiz, ko'ramiz. Restoran yapıyor. Kira olishini. Bitta shunaqa rasmlari shu paytda endi dunyolarga shunaqa chizilgan ekanda. Juda bahaybat. Juda shu yerdan ko'rinib kirib ko'ramiz ichkarilariga. Gel. Hozir gel. Çağırdın mı? Oh. O'rtoqlar juda ham baland, juda ham bahaybat. Hozirda rekonstruksiya ketyapti. Cho'kish kuzatilibdi bu binoda. O'zga cho'kkanligi uchun juda ham og'ir katta toshlar bilan qilingan. Cho'kish kuzatilibdi. Hayron qoladigan darajada. Hayron qoladigan darajada. Ulan beni çekin. Bu ağaç tepelarda ham odamlar yuradigan joylari bor ekan. Shu yerda seyirganlar yuksak. Her insanlara gün. Inson qo'li bilan shuncha ish qilingan. Shu davrda hech qanaqa texnika yo'q. Texnologiya. Texnologiya. Şuradan çeksene de. Ana o'rtoqlar bu yerda ham bor ekan. Mehrobiga e'tibor beringlar. Mihrobida bitta katta shamga o'xshab turibdi mana. Shu paytda yorug'lik qilish uchun shu shamlar yoqildi. Shunaqa ma'lumot berishdi. O'rtoqlar sizlarga o'tgan hozirgi mana mehrobida ikkita manaqa ustun turibdi. Bu paytlar chiroq yo'q paytida mana uni yana bittasi.
chiroq tepasiga o'tyapti. Chiroq vazifasini bajargan. Shu katta shamlar. Ma'lumot uchun. Ishiklari ham endi juda ham mustahkam. Eshiklar. Ular shunaqa paytlarda ham qudratli bo'lgan ekan bu vizantiyskiy xristianlar. Juda katta bino qurishga. Shunaqa qilib Aya Sofiya masjidini sayohati ham tugadi. Kuzatganlar uchun hammaga rahmat. Kuzatib boringlar. Bundan keyingisi Topkapı saroyi deyapti. Shu yerdagi shohlar o'tirgan saroylari ham bor ekan. Uni ham kirib ko'ramiz.